Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi videoga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa bugungi videoda yana open pack bo'ladi. Anchadan beri video chiqmayapti. Sababi 2 like so'raganimni yig'ib bermadinglar. Keyin Telegramda so'rashdi, o'shanga chiqazolman. Xo'p, sizlar ham Telegramga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Hamma yengilliklar FK Mobile bo'yicha yengilliklar o'sha yerda bo'ladi. Chatimiz ham bor, bemalol kirib gaplashishingiz mumkin. Bo'lmasa, sekin videoni boshlaymiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esinglardan chiqarib qo'ymanglar, boshladik. Xo'p, birinchi pakimiz abmen bo'ladi. Ha, yana bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Bu videoda 45 tadan oshiq pak ochilgan. Fransiyada Usidan bo'lishi mumkin, lekin bu Sissoko. Sissoko Siwarning. Xo'p, keyingi pak ligani jetoniga 10 mingta jetonga 2,5 mingta kristal olgandan ko'ra men o'yladim shu yaxshiroq. Chunki bunda любой sabitadan tushishi mumkin. Shu bilan birga 100 ham. Xo'p, Neon yoqmagan sabita, Niderlandiya napadaющий. Yo'q. Menimcha yaxshi emas, aytganimdek. Xo'p. Extra time bo'limidan ochamiz. Tekin pak birinchi. Wi-Fi har doimgidek. Hop. Dikut. Wi-Fi. Qot bermasa bo'lmaydi. Xo'p, ochamiz. Как mashinatsiya qilgandek bo'ldi endi. O'zbekimizku Daniel Maldini. Yo, Daniel Maldini o'g'li. Hop, challengedan bu Jota on a wing degan ashula bor edi. Kim eshitmagan bo'lsa. Apmen qilamiz endi. Juda ko'p futbolchi sotib olib yoki tushgan sotiladiganlardan ishlatib yuboryapman. Yaxshi futbolchilar bor, ko'p emas, to'g'ri, lekin bor. Tushish shansi ham yo'q emas. Yaxshi sabija menga yoqdi. Har holda Neonda ancha muncha yaxshi. Neon juda ko'pchilik yoqmadi. Hozir Angliya yaxshi, tipi Brighton ekan. Afsus, Milner. Hop, turnirda yutibmiz. Ligada joy to'lgan. Shuni ham aytib o'tib ketdik. Hop, o'yinchi sotib oldim. Endi yana menga qaytamiz. Ochamiz. Kamida 103 kutib qolamiz. Hop, Italiya yaxshi. Silvestri xolos. Endi ограничение apmen 4 ta futbolchi bo'ldi. Ochamiz. Bu yerdan yaxshi futbolchilar tushib qolishi mumkin. Har holda yo'q. Iyu. Shunaqa o'qiladimi? Iyu. Juan Mata. Yana ограничение apmen. Angliya yaxshi, yana tipi, yana Brightonmi, yana Milner, McCarthy yana. Hop. Extra time дополнительное время. Tekin pak. Andy Robertson xullas. 10 mingtalik ochamiz. La Liga. Variz uchlar. Market qarab turib olaman. Hop. Ligadan 25-dagi sovg'a ochamiz. 101dan 107gacha Neon savijasidan Germaniya napadaющий Close emas ekan. Hatto 103lik hech qayerga kirib ketmaydi, Neon tuga bo'lgan-ku. Yana дополнительное времяga ochamiz. Hop.
O Pedri, bu yoqqaki asosiy sostavga. Как раз CP kerak edi. 104, 105larda qolib ketgan CP ham. To'chkasidan bo'ldi-yu Pedri. Barsada zo'r o'ynayapti hozirgi paytda. Xo'p, endi любой pozitsiyadan emas, sabitiyadan tushishi mumkin. 97dan 105gacha. Oltin to'pdan tushsa yaxshi. Walkout bor. Gadavshina anniversary. Ispaniya, Sizi, Roma, Mario Hermoso. Endi Kristalga magazinni ochamiz. 3 mingtalik. Nesta tushsa zo'r ish bo'lardi. Asosiy sostavga ketardi u. Juda bir yaxshi ko'rgan futbolchilarimni obmen qilmoqchi emas, damma emas Nestani. Ispaniya chap Juan Mata. Juan Mata o'rtoqlar. Bir paytlar yaxshi futbolchi bo'lgan. Endi bo'lsa, walkout bermagan hecham juda kam demoqchi edim. Mbappe bo'lishi mumkin, yo'q. Fransiya Elda Real Madrid bo'lganda Mbappe bo'lardi, hozir 98. Bo'ladi, yomon emas. Yaxshi. O'yinchi sotib olib beraverman. Shunga yarasha yaxshi futbolchi bersa endi kamida 1 kutib qolaman. Avstriya bo'lsa yaxshi bo'lmaydi, Trimmel bo'ladi u faqat. Endi yana Abmen o'rtoqlar. Abmen qilmasa bo'lmayapti. Kristal kam beryapti, pak kam o'zi. Abmenlarni ham ko'paytirib qo'ysa yaxshi ish bo'lardi. Ancha-muncha ko'p qilardik. Yana bundan keyingi sezon TOTS bo'ladi. 109 over chiqadi va nihoyat Angliya chap kim edi bu? Madison emas, lekin Cantwell 101. Yana Abmen o'rtoqlar. Sizlar kim chatda kommentlarga yozib qo'yinglar. Конечно, hammasini o'qib javob berishga harakat qilaman. Xudo xolasa endi bundan buyog'i videolar ancha-muncha ko'payadi degan harakatdaman endi. Bilmayman, erimman video qilishga to'g'risi. Endi 2000 savatga ochamiz, любой sabitiyadan tushishi mumkin ekan. 101dan 107gacha bonusni igrokda va oltin to'p yaxshi davay Braziliya, Kolumbiya. James Rodriguez o'rtoqlar. James Rodriguez bu. 100 bo'ladi, yomon emas. Lekin baba kam. Xo'p. Ana walkout bermadi, lekin yana Sander Strakmi xullas shu sabitiyadan chaqmoqli. 102dan 107gacha Suncre Splash sabitiyasidan yaxshi futbolchilar tushishi kerak. Men qilmoqchiman, to'g'risi. Kiste jeton o'zi berib qo'yayotgandan keyin kuyib ketmasin deyapman. Argentina. Garnacho'mi bu? Oppa, Bristol Alejandro Garnacho. To'g'ri sostav ketmaydi, lekin yaxshi futbolchi. 5 boshqa zaratga. Yana ko'slab aka. Walkout. Pitch-pitchdan. Juan Mata bu. Qachon sotiladi bu? Qimmat ancha-muncha. 38 million bo'ladi, yomon emas. Yana Abmen ограниченный mana Kinni beraveramiz. Roy Kin bo'lganda sostavga tushadi, lekin bu boshqa Kin. Fransiya napadaющий Kim Brestdan. Ayor kuyim xullas. Endi bo'lsa 4 mingtalik ochamiz. Anaqa jetondan kerak bizga ko'proq jeton. 99 emas, jeton kerak bizga. Paul Futre xullas sha. Xo'p, ochamiz endi 40 mingtalik. Davakamida 105. Barnes 106, lekin men jeton kutgan edim, to'g'risi menga ko'proq jeton kerak edi. Ani pakdan ochib ko'rmoqchi edim.
Obbo xudo, Barnesni nima qilaman? Sostavga qo'ymasam to'g'ri, menga tiqish mumkin yoki babida. Anaqa jidon bergan yaxshi bo'lardi. Barnes olaman. Abumeyang 3 ta sotib olib endi beraveramman. Juda deyarli hamma o'yinchi sotiladigan beraveramman o'zi. Ko'p abmenlarda. Chunki abmen futbolchi kam beradi 98 lar. Marokash. Amrabat. Mourinho tarbiyachisi bo'lmoqda hozirda Fenerbahcheda. Volkout ham bermadi. Qoyili 3 ta 99. Yana beraveramiz 4 ta 99. Hatto bu gal Volkout berdi. Polsha emas bu. Qaysi davlat bilmayman to'g'risi. 100 ekan. Reyenders. Milanni ham borib bitta Reyenders. Xo'p. Yana 4 mingtalik. Afsus. Yana ochamiz. Bersa endi. Bermidi tövbe. Bermidi. Menga jeton kerak, jeton ber. Bo'larkan u. Xo'p. Xatongi Volkout bermaydi 93 Emmanuel Petit. Va bu yerda Azart ukasi Torgan Azart ham bor ekan. Mamta yangi sabita kelibdi, 3 ta mashina ochilar ekan, qanaqa bo'lar ekan deb ochib ko'rdim. Yaxshiroq pak bormikan? Yo'q ekan. Turganinglarda. Hop, yana 101 dan 107 gacha. Davay, Bappe tushsin, davay Bappe. Angliya yaxshi futbolchi bormidi? Yo'q. Bor edi, adashmasam, lekin tushmadi. Yana 4000 tali ochamiz. Jeton kerak, faqat jeton. Chota FIFA menga qarshi. Omad kelmayapti shu kunlarda. Omad umuman yo'q. To'g'ri, Barnes 3 ta, Pedri 3 ta, lekin baribir kam. Yana shu pakdan 97 105. Volkout ham bermadi. Rakvich xullas shu. Okey. Kanishda Volkout yo'q. Vinaldum. Vanja Milinkovic-Savic. O'zim kartasi xo'p, yana 4000 talik. No comment. Agar bunni ham bermasa endi bilmadim endi. Ya xudo. O'chira olmayotganimga qoyilay. Bu redeem koddan, agar sizlar ham redeem kod olish xohlasanglar, Telegram kanalimga tashlab boraman chiqishi bilan. Buni men chiqazmayman, aytib qo'ying. FIFA o'z chiqazadi, men chiqishi bilan tashlayman. Shuning uchun o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, silka opsioniyada bo'ladi. O'tib qo'yishingiz mumkin. Shu nimaga jeton bermayapti ekan? Yoki men shunchalik omadsizman. Nima ham derdik? Hech nima deya olmaymiz do'stlar. Hatto shu yerdan ber. Hech nima, absolut hech nima. Endi Samatsetga eng yaxshi pak bu yerdan Dybala kerak, menga eng ko'p Dybala kerak. Juda bir ajoyib chiqqan to'g'risi. Italiyada va Del Piero. Voy, Del Piero bo'lishi mumkin edi bu. Kumir bo'lganda. Alessandro Del Piero.
Eng yaxshi napada Shiladan hozirda. Menimcha 106 ichida eng yaxshi, balki YSBU yaxshidir, lekin zo'r menga shaxsan yoqadi. Xo'p, yana Pak Synchron Splash Germaniya. Vratar Xudo noyirmas. O, 104 yaxshi 60 ta jeton. 101dan 107gacha 2000 ta samotsetga juda ajoyib pak chiqdi to'g'risi. Menga yoqdi bu pak. Sinchi desa. Bu hozir isak bo'lishi mumkin ekan. Endi esimga tushib qoldi. Yana shuni ochamiz. Yana jeton bermaydi. Xo'p. Endi 4 mingtalik, 40 mingtalik ochmayman, o'tdan tushish shansi juda kam. Sami Xedirani adashmasam ukasi Rani Xedira. Mana bo'lyapti ya FIFAga, mana bo'lyapti. Ber bitta bo'lsa ham bo'larkan u, xudoga shukr. Necha kundan beri tushmaydi. Yana sotib olib beraveramman 15 milliondan 45 million shtabim. Arzon emas, paklar arzon emas. Ayniqsa walkout berib juda alam qilar ekan. Qachabi ber endi bu yerdan walkout. Beradi, bermay qaqqan borardi. Lekin EU beradi. EUmi? Yo'q, bu boshqa ekan. Almironmi? Almiron xuddi o'zi. Bu ham qo'shildi. PP kelibdi. Qaysi sabiti juda jonga teggan ichu PP. Walkout juda kam beradi shu questli bu yoqqa ko'chgandan beri. Anti turgani yaxshi edi pastda, to'g'rimi? Xo'p. Bermaydi, menga bermaydi. Ishqilib 100 taga qolsam bo'ldi, qacha bitta dona ochi odamni 2 ta 3 ta lab ochyapti. Menga umuman bermayapti. Xo'p, 3000 ta samotsetga ochamiz. Bu bicharaldim 5 ga 5 oyoq bo'lib chiqibdi. Shunisiga qoyil qoldim. Stansiyu. Xuddi o'zi. Yana abme isi Palacion tushgan edi. Videoga qarshi esimdan chiqib qolibdi to'g'risi. Xo'p. Almiron. EU ketdi endi Almiron tushyapti. Faqat yana dublikat. FIFA, FK. Bir kun meni asablarimni tamom qiladi. Buni sotiladigan berib sotib olib turib berib olaman, ko'ryapsizlar. Paklar arzon emas. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib like bosishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Walkout juda alamli to'g'risi. 102dan 107gacha neon sabitasidan eng yomon sabitalardan bittasi Sloveniya bo'ldi, yaxshi futbolchi yo'q. Feyenoord kim bu? Hatto bir to'g'ri ekan, nima qilaman bilmayman.